Assalamu alaykum aziz qarindoshlar. Hozirgi vaqtimiz xayrli bo'lsin. 2024 yilni uzitib 2025 yilga qadam qo'yishga bizning Yaponiyada 2 soat qoldi. Ben Yaponiyadan Pauljan Abdurayim. Bugungi maqsad nima maqsad chiqdi deganda yoqda ikki maqsadda chiqdim. Birinchisi men oldingi yili, ya'ni oldingi yil emas, bu yil yani 2 soatdan keyin oldingi yil bo'ldi. 2024 yılı 9. aydan başlap yuqori fen texnika va Uyg'urlar degan temada bir hozirgi modul atqan 4 sohada leksiya ilib borgandim. Birinchisi sun'iy aql, ikkinchisi uchur texnikasi, ya'ni IT. Üçüncüsü şu degan vaqtda çoğ sonliq ma'lumot analizi. Dördüncüsü şu degan vaqtda kuantum texnikasi, ya'ni kuantum fizikasi. Mushu 4 sohani asas qilib turib, universal saviyada bir leksiya qilgandik. Pidoylar ekrani qarasanglar, unda chiqdi. Buningda nimalarni qildinglar degan vaqtda asosliqi mush yuqori 4 yuqori fen texnikaningki nima ekanligi. Bularninki qaysi sohalarda hozir ishlatilayotganligi, o'rganmoqchi bo'lganlar qanday holatdan boshlab o'rgansa bo'lganligi, nimalarni o'rgansa bo'lganligi degandek. Uninki 5G tor texnikasi, 6G tor texnikasi degandek. Bularning ishlatilishi bularni mushu Uyg'urlar va yuqori fen texnika degan pidoylar ekranda. 9-ay nima deyman, 7-ayninki miyada o'rlashtirib bu qilmay qolgandik. Shunga balkim 9-ay, 10-ay, 8-ay, 9-ay, 10-ay 3 qatimliq bir leksiya var. Birinchisi yuqori fen texnika Uyg'urlar degan universallar, ikkinchisi vaqtda sun'iy aql va robotlar degan. Uchinchi qilchag'ida kuantum texnikasining tafsilroq tunishtirgan shaklda. Endi mushlarni qilishlik sabab nima degan vaqtda men bularni o'zim o'rgangan. Eng başta uchur texnikasi, ya'ni IT sohasida xizmat boshladim. Uning keyin degan vaqtda cho'ng sonliq ma'lumot analiziga o'tdim. Uning keyin degan vaqtda hozir mening o'rganayotganim nima degan vaqtda kuantum texnikasi va kuantum mashin o'rganish. Hep shuni o'rganayapman hozir. Bularniki AI'ninki va AGI'ninki, ASI'ninki, ya'ni sun'iy aqlning taraqqiyoti, kelgusi degan temalarni cho'rdiga asoslarda buningda leksiya ilib borgandik. Ya'ni mashina o'rganish degan nima, ularni qanday ishlatamiz deganlarni. AGI degan nima, ASI degan nima degandek. Hozirgi butun dunyoda AI saviyasidan AGI saviyasiga o'tish bosqichi. Men 10 yil ichida degandim, amaliyotda men 9-ay degan bo'lsam, hozir 10 yilni men 5 yilga qisqartirdik. Biz 5 yildan az qoldi deb qarayman degan. Men 10 yil ketadimikin deb o'ylagandim, 5 yil ketagandek turdi. Buning chunki taraqqiyot bek tiz. Maqatim Google shirkatiniki kuantum chip yasab e'lon qildi. Buni men demasam yaxshi, fen texnika qiziqadiganlar ko'rayliklar. Bu nima degan gap janob, bu ya'ni mashina o'rganishni, robotni, ya'ni sun'iy aqlni bir texnikami yuqori o'raltib o'tdi, texnikami tezlashtirib o'tdi degan. Cho'ng sonliq ma'lumotlar analizi. Men hozir mushuni sohani qilyapman. Bu soha hamma sohalar ichida tor texnikasi, mashina o'rganish, chunqur o'rganish degandek, robot kasbi deganni hammasiga mushu narsalar chetil degan gap. Nimishqa degan vaqtda data, ya'ni sonliq ma'lumot bo'lmay turib, ularni mashq qildirolmaysiz, ularni ishlatamasiz degan gap. Cho'ng sonliq ma'lumotlarning ishlatilishi va ularning qanday ishlatiladi degan sohalarni cho'rdigan asosda ilib borgandik. Endi hozirgi eng cho'ng sonliq ma'lumot ambarlari nerda, kimlar tomonidan qurildi degandik. Endi buningga o'rganishni xohlaydiganlar meyada e'lon berganda mush 4 soatni o'rgan. Mening meyada hamda asos qismini, asos saviyani 0 dan boshlab o'rgangichlarni asos qilgani bu yerda. Kuantum texnikasi.
Quantum texnikasi degan nima? Quant degan nima? Deganlarni cho'rdigan asosda bularningki ishiltilishi qanday ishiltildi? Uninkidan quantumninki ikki xil xususiyati bor. To'lqinliq ham zarrachilik xususiyati. Bularni tafsiliy tunishtirgandik. Endi mushularni so'zlab o'tish jarayonida men yana bir narsani his qildimki, bir madaniyat saviyasi tuyan bo'lgan bir to'plamda har qancha aqlliq dona bola tug'ilsa-mu, yanala osh saviyadan halqib ketolmaydi. Halqib ketolmaydi ekan deganni his qilib, Uyg'ur jamoat to'plamini, ya'ni Uyg'ur to'plamini universal saviyasini yuqori ko'tarish maqsadida bu qitim Qalbil deb bir YouTube kanaldan birini qurdik. Yana buningki to'rbiti bor. To'rbiti yaqinda qurilib e'lon qilindi. Endi bulardan nimalar e'lon qildi degan vaqtda buningda shu yuqori pen texnikalar va buni o'rganmoqchi bo'lganlarga yuqori o'g'itish, ham yuqori pen texnikalarni yangiliklarni xalqimizga tuntish degandek. Ham bularni qanday ishiltish, bularni o'rganmoqchi bo'lganlar nerdan boshlab o'rganish, bularga xizmat topmoqchi bo'lganlar qanday saviyaga yetgan vaqtda anda xizmat topa oladi degandek. Sizlarni cho'rdigan asosda bir universal sapasini, xalqning ammining universal sapasini yuqori ko'tarish maqsadida bu kanal qurildi. Shu qarindoshlarimizdan qo'llab quvvatlab berishini umid qilamiz. Buning keyin bu quantum texnikasi hozir harbiy sohalardan tortib harbiy sohalarga ishlanadi. Men buningki yuqori pen texnika va Uyg'urlar degan teminingki quantum texnikasi, quantum fizikasini men o'zim ayrim bir dars tayyorlayapman. Buni nol saviyasida hech nima bilmaydigan odam bo'lsa-mu tushunarligidek darajada so'zlandi. Endi vaqt tayyor bergan qarindoshlarningki naq maydon qatnashsin bo'ldi. Buni YouTube kanalimizga a'zo bo'lib, ashundan ko'rsimi bo'ladi. Maqsad hammamiz birlikda universal sapayimizni yuqori ko'tarish. Universal sapasi yuqori bo'lgan to'plamdan tug'ilgan bolaninki universal sapasi yuqori bo'ldi. Universal sapasi tuyan bo'lgan to'plamda tug'ilgan bolaninki har qancha o'qib ketsa, ya'ni shu universal sapasi tuyan bo'lib qoladi degan. Endi 1%, 2% o'zib chiqmasa, qag'illarimiz o'zib chiqmaydi degan. Shu maqsad xalqning universal sapasini yuqori ko'tarish. Endi shuning bilan birga hamkorlik chaqiriq qilamiz. Hamkorlik chaqiriqi degan nimalar hamkorlik chaqiriqi desa, buningda xalqning universal sapasini yuqori ko'tarish uchun 4 sohada, ya'ni siyosat, media, fen texnika va iqtisod. Mush 4 sohada bizlar hamkorlashgan qarindoshlarimizni qizg'in qarshi olamiz. Birlikda alga ilgirlab, birlikda tangirtaqqa qarab yo'lga chiqishga har zaman tayyor qarindoshlarimizningki bizlar hamkorlashib birlikda alga qarab mengishinglarni chin ko'nglimizdan umid qilamiz va taklif qilamiz. Buningda siyosat degan vaqtda siyosatning asos jo'grafiyalik strategiya, uning keyin Xitoy Uyg'ur siyosati, har qaysi davlatlarning siyosiy arq ko'rinishi, davlat hukumat siyosatning asos bilim. Ya'ni buningda asosan siyosat kasbida o'qiyotganlar, oliy maktabda o'qiyotganlar o'zingizninki o'qiyotgan kasbiy sohasida leksiya tayyorlab, men bunda leksiya tayyorlagandim. Men qilib qoldirib qo'yay desanglar, bu bir universal bilim buluq shaklda qilib qoladi degan. Ya'ni YouTube kanalidan Uyg'urcha bir siyosat degan bir narsa atalg'ular, bir narsa leksiyalar bormidi degan vaqtda ashada chiqqidek bir hali muhitni shakllantirmoqchi. Endi buningki maqsad nima degan vaqtda shu siyosatda universal siyosiy sapani yuqori ko'tarishimiz kerak degan. Bir toplum holatini ommaviylikdan siyosiylikdan iqtisodiylikqa yuqori ko'tarilgan vaqtda uningkidan taraqqiy qildi deb qaraldi degan. Hozir bizning toplumimiz siyosiy holatga o'tolmaydi degan. Faqat ommaviylik holati turib qo'yadi degan. Sizlar qarasanglar 98% hammasi ommaviy tashkilotlar. Siyosiy tashkilotlardan hozircha ikkisi bor degan. Endi jo'grafiyalik strategiya. Buningda cho'diga vaqtda har qaysi davlatlarning jo'grafiyalik ahvoli. Buningda asosligi bizning davlatimizning atrofidagi 7-8 davlatlar bor.
Aş dövlətlərinin coğrafilik, strategik orni. Yəni əsas qığı aslında aşağıda material təyyorlab birdigan qarindaşlarımız bolsa, hər zaman qarşı alamiz degan gap. Aş dövlətlərinin iqtisadi əhvalı, onun coğrafilik əhvalını və Xitay bilan aş dövlətninki münasibətləri degan sohalarda material təyyorlaydigan və munozira və mülahiza qila oladigan qarindoshlarimizni hər zaman qarşı alamiz degan gap. Qarşı alamiz. Onun keyin degan vaqtda bunun tasarlıq ammavi təşkilatlar və partiyalar, dövlət və hökumət degan siyasetin asası bilinib sözləndi. İkinci qadamda vaqtda media. Bunun da mediada yəni hər günlük xəbərlər, həftəlik xəbərlər, aylıq xəbərlər şəkildə xəbərlər yollanıb durur deyin. Bunun da özünüzün turub atqan rayında ən yeni xəbərlər, Uyğurlarga münasibətlik bolğan xəbərlər bizlə həmkarlaşsanız, bizlə həmkarlab bersəniz, biz şunu asasən elan qılıb durumuz deyin gap. Hani bunundakı media asaslıq içki təşqi xəbərlər, yəni xalqara xəbərlər, xalqara münazirələr, özgürüşlər və Uyğurlar haqqında təsir elib kildi. Ondan Uyğurlar haqqında xəbərlər, bu Uyğurlar haqqında xəbərlər degan vaqtda bunun da asaslıqı Uyğur dilini asas qılımız, onun keyin degan vaqtda başqa şu özünüzün turduğan dövlətinin tilida men buna bir xəbər tayyorladım. Men bunu e'lon qilay, ya'ni Uyğurlar haqida buna bir xəbər ishlatmoqchiman. Desangiz yordam qo'limizdan kelishicha yordam qilamiz va muhit hozirlab berishga har zaman tayyor biz degan. Shunga shunda qarindoshlarningki bizlarning hamkorlashishni umid qilamiz. Buningda asosliqi qo'lingizdan hech kelmaydi deb o'ylasangiz bo'lmaydi degan gap. Telefoningizni ocha olasangiz, knopkani basa olasangizlar qo'lingizdan ish keladi degan gap. Xizmat qila olayman degan gap. Men bir ish qila oladi ekanman deb qarasangiz bo'ladi degan gap. Uning keyin Xitoy va Uyg'ur ularningki haqida xabarlar yo'llanib turdi va tahrini açtı yolun turu. Bunun adı müsaadede haberler, materyal tayyorlaymiz. Uyg'urlar haqida tarixiy ve medeniyetin tadqiq qilish asosida materiallar tayyorlangan. Buningki maqsad nima degan vaqtda boshqalarga Uyg'urlarning haqiqiy tarixini, haqiqiy madaniyatini tunutish degan gap. Ya'ni o'zimizga tunutish degan gap. O'zimizga tunutmasak boshqalar xili yoshga cho'ng bo'lib qolgan odamlarmi biz Uyg'urlar bundan qilib qolgan yuqundilar deb yuradi. Manda o'zini past tushiradigan so'zlarni qilib yuradigan Uyg'urlar yo'q emas ekan degan gap. Chet elda biz 10-20 yil yashaganlarmi shunday deb yuradi degan gap. Biz qandaqdir Uyg'urlarning boshqa davlatlarning, boshqa millatlarning qilib qoldiqlari yig'indilar emas. Biz Markaziy Osiyoda yashagan Türkiye millatlarninki eng qadimlari yiltizi degan gap. Bizsiz ularning yo'q degan gap. Buni çoxum özümüzün Uyg'urlar birishimiz, özümüzningki Uyg'urlarni tunishimiz kerak va atrofdagi savodsizlarni tunishimiz kerak degan gap. Endi 3-chi qadamcha degan vaqtda fan texnika. Fan texnikada yozilganlari faqat meningki ishlagan 4 cho'ng sohamilindi. Sun'iy aql, uchur texnikasi, cho'ng sonliq ma'lumot va kvant texnikasi va mashina o'rganish. Endi bularning sun'iy aql va mashinadan va kelgusi. Endi bu mashinadan va kelgusi 1991-yildan bir nimita ismini kitobning nomini qoldirib sun'iy aql va imperatorlik. Ya'ni mashina odam, robotlar va imperator imperiya degan bir kitob bor. Ya'ni bu romantizm shaklida yozilgan kitob. Amaliyotda romantizm shaklida yozilgan narsalar insonlarningki bunday narsa bo'lamdi deb o'ylagan narsalar amaliyotda hozir bo'ladi degan gap. Ashunday yozilgan 90-yilda yozilgan robotlar va kelgusi, ya'ni robotlar va imperiya, robotlarning imperiyasi degan bir kitobningki ashunday yozilgan narsalar hozir amaliyotga aylanib degan gap. Uchur texnikasi, buning tor texnikasi, tor bet laylash va buni boshqa sosial medialar deganlik. Uning keyin tor bexatarligi deganlik. Buni cho'ng sonliq ma'lumot analizi. Buningda cho'ng sonliq ma'lumotlarningki qiziqadigan qarindoshlar bo'lsa, bizlar aloqalashsa bo'ldi. Biz yaqinda mushta dars boshlaymiz.
ders başlagan vaqtda aşdan qoşulub öyrənək salan nöldən başlap öyrənsə tamamen bulu denge. Onun için kuantum teknikisi ve maşin öğreniş. Bunu da ben tayyorlik qilyapman. Özümün küçüğünün yetişçe bu sahalarda o'qiyotgan fizik, mush kuantum texnikasi, kuantum fizikasida o'qiyotgan yoki kuantum biologiyasida o'qiyotgan yoki kuantum ximiyasida o'qiyotgan qarindoshlarimiz bo'lsa, har zaman qarshi olamiz. 4-tur degan vaqtda iqtisod. Iqtisod degandek yomon narsa buni men desam bizlar. Yani bunun da asosli so'zimdagi mazmunlar iqtisodning asos bilim. Iqtisod degan nima? Degandan boshlab so'zlangan gap. Undan keyin xalqaro iqtisodlar, Xitoy iqtisodi va Uyg'ur iqtisodi. Chet ellik Uyg'urlar iqtisodi ham u. Chet eldagi va vatandagi Uyg'urlarning asos qilib so'zlandi, ammo asos qilib chet ellik Uyg'urlarning iqtisodi so'zlangan gap. Bunun da cho'ng shirkatlar qurgan shirkatlar qurgan holding qurgan deb deydi. Guruhlar qurgan Uyg'urlar bo'lsa, ashlarninki tafsiliy ish izlarini tunishtiramiz va ularninki qimmatli fikrlarni olib yo'llaymiz. Ya'ni ziyorat shaklida bo'lgan gap. Onun keyin iqtisod va paychek, iqtisodiy tuzum, davlatlarning iqtisodiy ahvoli va munosabati degan xalqaro. Buningda munozara va muloyiza shaklida muloyiza nima elib boramiz? To'g'rida elib boramiz. Buni munozara va muloyizaga qatnashgan qarindoshlar bo'lsa, har zaman qarshi olamiz deydi. Onun keyin Xitoy iqtisodining haqida material tayyorlash va ularning Xitoy iqtisodiy siyosati haqida fikrlar bayon qilish, material tayyorlaydigan qarindoshlarni qizg'in qarshi olamiz degan. Bularniki texmi tafsili meyada yazılgan, bu bek uçuq çıkmaya kaldı. Eğer muşu degan sahada 4 sahani asas qilib turib dedim. Bundan boshqacha degan vaqtda tabiiy fanlar, masalan matematika, fizika, ximiya, biologiya degandek ijtimoiy fanlar, Uyg'ur tili, adabiyot, tarix, siyosat degandek, geografiya. Yani musalada o'qiyotgan qarindoshlarimiz bo'lsa, o'zingizning sohasida, boshqa sohani qilmasangiz-mu, o'zingizning sohasida bir material tayyorlab, yani PowerPoint shaklida, slayd shaklida tayyorlab, men mushna material tayyorlagandim, mushna bir naq maydon qilsak, yoki bir video shaklida e'lon qilsak, degan qarindoshlarimiz bo'lsa, her cihetin maddi ve manevi cihetin qollaymiz. Hem başında bir sahne hazırlab berishga her zaman tayyormiz. Shunda qarindoshlarimiz bo'lsa, her zaman bizdan aloqa qilishni qarshi olamiz. Undan keyin men WeChat WhatsApp adresini qo'yib qo'ydim. Bularniki YouTube kanalının YouTube kanalımızga Twitter adresimiz, onun kendin hazır X top ketdi o. Onun kendin WhatsApp adresimiz ve Telegram adresimiz qo'yildi. Yaqinda Facebook adresimizni açımız ulanımı aşağı qo'yib qo'yamiz. Aşağıdan qo'shib olsanglar bo'ldi yoki bo'lmasa ayrim menga fikr qilsanglar bo'ldi. Musalarni qaysi birisi bo'lsa bo'laverdi. O'zingizningki bunun so'zlanmagan bayatligingizdagi matematika, fizika, ximiya qaysi sohalarda o'zingiz men qila olaydiman, musalarda men bir kuchimning yetish bir sinab qay degan qarindoshlarimiz bo'lsa, har zaman har vaqt qarshi olamiz. Boshqalar bilan emas, o'zingiz bilan raqobat qilishing. Keling birlikda tangirtoq qarab ilgarilaylik. Endi 2025-yillik her qaysi qarindoshlarning har xil yangi planlarni tuzayotgan bo'lishi mumkin. Men o'zimning ajizona bir taklifini sizlarga beray. Qabul qilinglar, foydalanib qolinglar. Birinchi qilib o'zingizningki 2024-yillik o'tkazgan vaqtingiz, 1 yillik vaqtingizni keyinga qarab beqing. Men 2014-yilda nima qildim? Menga nima qoldi? Avval o'zingizni o'ylang. Men nima qildim? Menga nima qoldi? Uning keyin atrofimdagilarga nima qoldi? Uning keyin qavmimga, to'plamimga, uning keyin millatimga,
Onun kendi vatanimga nima qilib berdim deganini o'ylang. Onun kendi ikkinchi qadamda 2025-yillik planingizni tuzing, kallangizni tuzing, tilingizni zikr qiling va qalamingizla yezing. Mush holatni takrorlasangiz 50% g'alaba qilasiz degan. Ya'ni sizning planingiz 50% tamomlanib bo'ldi degan. Bo'ldi. Qolgan 50% degan javob olsa, ash planingiz bo'yicha birinchi ayning birinchi kunini tatib men keting. İş tapamayotganlar, o'zingizning xizmat tapamayotganlar, o'zingizning xizmatidan rozi emaslar. O'zingizning xizmat yo'nalishini o'zgartirib beqing. O'zingizning ishini o'zgartirib beqing. Men o'zim o'qigan kasbdan 100% bir o'xshamaydi desam bo'lmaydi endi. O'zim qilayotgan kasbniki tumi umurtqisida qilyapman endi. Boshqa sohaga o'tib ketdim degan gap. O'zingizning xizmatingizni almashtirib baqsangiz bo'ldi degan gap. Onun keyin her zaman o'zingizninki tarixini cho'qim bir qatam o'qing. To'liq manbalardan o'qing. Haqiqiy manbalardan o'qing. Boshqalarning og'iz bilan anglab olish, leksiyalardan anglab olish emas. Qog'oz qalam bilan yozilgan kitoblardan o'qing. Buningki yana birisi roman shaklida yozilganlari bor. Endi cho'diga vaqtda buni tarix material shaklida yozilganlari bor. Roman şekildekilerini tarix deb ağanı bulmaydı. Tarix deb okusunuz buldu. Ama bunu tarix deb derslik sözlüğün olmaydı. Şu tarix material şekilde yazılganlar var. Bula ispatlık degenlik. İspat şekilde koluna alaysı dengen. Bunu xuddi o'xshasak, tarix romanlarda yazılganlarni xuddi Google'da izlashga o'xshasak bo'ladi dengen. Google'dan izlagan narsani siz ilmiy maqolalarda ishlatilmaysiz. Shuningga o'xshash, tarix romanlarda o'qigan narsani tarix deb so'zlab bermaysiz degan. Chunki tarix roman bir qadar kengaydi, o'ziga bo'shliq hozirlab bir degan. Ammo tarix hech qanday bir bo'shliqni qabul qilmaydi degan. Nima bo'lsa, shu yoziladi degan. O'zingizning tarixni o'qing. Uninkin atrofingizdagi qavmlarning, atrofingizdagi millatlarning, atrofingizdagi davlatlarning tarixini o'qing. Uninkin eng az vaqtda bir sohani o'rganing. O'zingizning kasbidan boshqa emasdan yangi texnikalar chiqib qoladi degan. To'rt texnika dedim, bu yuqori pen texnika. Endi Uyg'urlarga fursat bu 2% keldi degan. Biri hozirda dunyo o'zgarishi. Yani Xitoyga foydasiz o'zgarish qarab iznodi. Bu 1%. Ikkinchi fursatga vaqtda yuqori pen texnika degan. Yuqori pen texnikadan qurollangan to'plamdagi insonlarning prosenti qancha yuqorilgan sari u to'plam yuqori pen texnika shuncha kuchli bo'ladi degan. Qancha az bo'lsa shuncha az bo'ldi degan. Shu o'zingizning atrofidagi, o'zingiz hech bo'lmasa o'zingiz bir narsani ishlatayotgan narsani ashning ustisi bilan degan. Masalan, YouTube'dan bir nim ko'rasiz. Ash YouTube'ni qanday ko'rish, qanday bexatarligini tapadatga yiqilish degandeklarni Facebook ishlatyapsiz, o'zingizningki uchurlarning boshlariga eqib ketishning oldini qanday elish deganlarni tadqiq qilib ashning ustidan degan. Nima qilsangiz o'zingizning qilayotgan kasbdan boshqa yangi bir kasb o'rganishga tirishing. Boshqalarni emas, o'zingizga raqobatlashing. 2024-yildagi men 2024-yildagi men bo'lamdim yo'qmi degan o'ylashing. Yaşqı çoğunmuş başqa bu. Hammadan yaşqı çoğunuydu. Hammadan o'ladi. Bu o'lim qachon tutsa, qachon tutmaydi hech kim bilmaydi degan. Yaqin bir muboraklardan ketganlar bor degan. Demak, bizning ketimiz degan. Shuning uchun ketishdan burun o'zingizningki men bu to'plamga nima qoldirib qo'ydim deganni bir o'ylashingizni umid qilaman. Qog'ini birlikda hamkorlashib olg'a qarab ilgarilaylik. Bo'ldimsa bugun mushaharchilik bo'lsin. 2024-yil
2024 yılı ahırlaştı. 2025 yılı kirishga yana bir yarim saatdek qatdı bizga. Şoňa emmеңlarninki ýaňşylaňlarga muddatdan birin mubarek bolsun.